Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan quyidagi qiziqarli masalani yechimini ko'rib o'tamiz. Tutgan balig'ingizning og'irligi qancha degan savolga baliqchi shunday javob berdi. Balig'imning dumi 3 kilogramm. Mana, dumini 3 kilogramm belgiladik. Boshini B bilan, tanasini T bilan. Ya'ni bu yerda butun boshli baliqni 3 qismga ajratsak, dum, bosh hamda tana qismlaridan iborat bo'lyapti. Mana dumi 3 kilogramm. Endi boshi uning dumi hamda tanasi umumiy og'irligining yarmiga teng. Mana boshi dumi hamda tanasi umumiy og'irligining yarmi. Tanasi esa boshi va dumining og'irligiga teng. Mana buni ham yozib oldik. Ana endi masalani yechimiga o'tamiz. Bizdan baliqning umumiy og'irligini topish so'ralyapti. Mana bu ikkita tenglik yordamida masalani yechimini topamiz. Xohlasak pastdan mana 3-tenglikni 2-tenglikka, xohlasak 2-tenglikni 3-tenglikka qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Farqi yo'q bu yerda. B barobar, demak, mana buni qo'yibman tana o'rniga. E'tibor qiling. 3 plus tana o'rniga B plus 3 taqsim 2. Ana endi e'tibor qilasiz. Mahrajni chap tarafga ko'paytirib yuborsak 2B teng. O'ng tarafda B plus 6 bo'ladi. Bu yerdan B ni topadigan bo'lsak 6 ga teng bo'ladi. Demak, bizni balig'imizni boshi 6 kilogramm ekan. Ana endi tanasini topish uchun 3-tenglikka qo'yamiz. T barobar B plus 3. 6 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizda tanasini og'irligi 9 kilogramm ekanligi kelib chiqadi. Bizdan baliqni umumiy og'irligini so'rayapti. Baliqni umumiy og'irligi demak, dumi 3 kilogramm, boshi 6 kilogramm, tanasi 9 kilogramm. Jami balig'imiz 18 kilogrammlik baliq ekan. Bundan da qiziqarli masalalarni yechimini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling hamda like tugmasini bosib qo'ying.